19-yanvar 2026-yil kuni soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladigan Iffat serialining 78-qismi tomoshabinlarni yana chuqur his-tuyg'ular va keskin sinovlar olamiga olib kiradi. Bu qism or, sadoqat va muhabbat tushunchalarini yanada teranroq ochib beradi. Kamron va Shirinning taqdiri kutilmagan zarbalar orqali sinovdan o'tmoqda. Har bir voqea ularni nafaqat bir-biriga, balki o'z ichki e'tiqodlariga ham yuzlashtiradi. Serial ijodkorlari muhabbatning faqat baxt emas, balki mas'uliyat ekanini juda nozik tarzda ko'rsatib berishgan. Aktyorlar ijrosi ayniqsa e'tiborga loyiq. Qahramonlarning ichki kechinmalari sun'iyliksiz, samimiy ifodalanadi. Shirinning qat'iyati va Kamronning ichki kurashi syujetga chuqurlik bag'ishlab, tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Iffat bu qism orqali ham o'ziga xosligini saqlab qoladi. U muhabbatning qanchalik kuchli ekanini sinovlar orqali isbotlaydi va sadoqatning haqiqiy qiymati aynan mashaqqatli yo'lda namoyon bo'lishini yana bir bor eslatadi. Agar xohlasangiz, matnni aniq belgilangan belgilar soniga moslab ham qayta sozlab beraman.